Gumroy, ya'ni bovasir kasalligini amal bo'ladigan operatsiya qildirishni tanlamasliginglarni tavsiya qilaman. Bu mazmunni yurak berib saqlab olish orqali boshqalarga taqib qo'yib foydalanib qolsin. Nurg'un qarindoshlarniki operatsiyadan keyingi naluzarlarni anglab turaman. Tara tutanmaydigan bo'lib qoldim, shunga dori bormi deb. Nerede onu doğru olsun. Her kanda usta doktorxana olsun onu davalap sakaytanmaydı çünkü məqət burunun uçu bu etraflarda nerv tomirleri yaman köp buludu. O bir oңşap koyduğun navayının tonurunu eğiz emez. Ya ki üyek jobol çaplap koyulmaydı. Ya ki bir nas qaplap koyulup olmaydı. Hergiz yengil tegilik qılmasıqlarını tavsiye qılıman. Şun ailede gumroy bo'lib qolgan adam birisi yemeklikka diqqat qilish, yel keladigan yemekliklardan ehtiyot qilish. Undan boshqa məqət etraf qichadigan, munjaq go'sh o'sib qolgan, ichki tashqi gumroy, aralashma gumroy, tarafdan keyin qon keladigan. Shunda avvalda bo'lib qolsa, uningga maxsus saqaydigan masat bor bizda bor. Qanday masat olsa, so'rab paydalansangiz bo'ladi. Oilada bunga birisi yumg'oq sut, osh ko'kini qaynatib, shuni suyda patlat jupasak yolliq qaytirishchanligi naydi yuqori. Sog'lomlik to'g'ri so'raydigan masat olsa, so'rab paydalansangiz bo'ladi. Mening ismim Xo'jabdulla. Telefon ham uyindidarim 130 40 52 31 02.